Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugungi videomiz mavzusi 2 kundan beri bahs-munozaralarga sabab bo'layotgan, aslida noyabr oyida boshlangan mavzu haqida. Mavzu o'zi nima edi? Xudo yomg'ir yog'diradimi yoki bu shunchaki fizik jarayon, Xudoni bunga aloqasi yo'q degan tortishuv bo'lyapti. Bu tortishuv nimadan boshlangan edi va tortishuvni mavzusi, maqsadi nima edi? Shu haqida boshlaymiz videoni. Tortishuvni mavzusi, sababi shu edi. Noyabr oyida Musulmonlar idorasi O'zbekistonda anchadan beri yomg'ir yog'mayotgani uchun musulmonlarni o'sha juma kuni chiqamiz va istisqo namozi o'qib, yomg'ir duosi o'qiymiz. Yomg'ir yog'sin, yurtimizga baraka kelsin degan mazmunda e'lon qilgan va o'sha e'lonni ostiga bir nechta shaxslar, ismlarini aytib o'tmayman, bir nechta shaxslar istehzoli, kinoyali kulib, musulmonlar ob-havoga qarab turib, agar yomg'ir yog'adigan bo'lsa namozni o'qiydi, yomg'ir yog'maydigan bo'lsa o'qimaydi. Men meteorologman, bu hafta o'qimay turinglar, bu hafta 100% yomg'ir yog'maydi, narigi haftaga o'qiydi degan istehzoli, kinoyali odamlarni e'tiqodini, tuyg'ularini orqasidan, ustidan kulingani uchun bu bahs-munozaralar kelib chiqqan edi va bu bahs-munozaralar kelib chiqqandan keyin o'sha istehzoli, kinoyali kulgan shaxslar manipulyatsiya qilib turib, mana bular ilm fanga qarshi, bizni ma'lum bir e'tiqodga majburlashmoqchi, Xudo yomg'ir yog'diradi degan e'tiqodni qabul qilishga majburlashmoqchi deb manipulyatsiya qilib, somon odam, mantiqda somon odam safsatasi deyiladigan, strawman argument deyiladigan manipulyatsiya, somon odam safsatasi qilishayotgani uchun shu videoni olay dedim. Bu tortishuvlarni, bizni tortishayotganimizni, bahsga kirayotganimizni maqsadi birovni bir e'tiqodga da'vat qilish emas, e'tiqodga majbur qilish emas. Zero har bir inson xohlagan narsasiga e'tiqod qiladi, xohlagan narsasiga ishonadi. Birovni borib turib e'tiqodga majburlashga, ma'lum bir qarashga majburlashga haqqi yo'q deb o'ylayman bizni demokratik jamiyatimizda. Va shu bilan birga birovni e'tiqodini ustidan, tuyg'ularini ustidan, bu qolaversa million kishi chiqib turib shu namoz o'qidi. Million kishini e'tiqodini va hissiyotlarini ustidan kulishga hech kimni haqqi yo'q. Menimcha buni huquqiy oqibatlari ham bo'lishi mumkin. Agar bo'lmaydigan bo'lsa ham, vijdonan olganda birovni e'tiqodini ustidan kulishga hech kimni haqqi yo'q. Bu xato narsa deb bilamiz. Endi o'sha tortishuvlarda, bahslarda ma'lum bir argumentlarni keltiryapmiz, lekin qarshi tomon tushunmayapti bularni. Tushunmayotgani uchun yozib o'tirmaydi, video qilay dedim. Zora video qilganda shu narsa tushunilsa-da, musulmonlarni o'sha namozni o'qigan insonlarni e'tiqodiga hurmat saqlanib qolsa, bunday hurmatsizliklar takrorlanmasa degan maqsadda bu videoni qilyapman. Qarshi tomonni, bizni argumentlarimizni tushunmayotgan joyi, katta xatolardan biri shunda deb bilaman. Ular islom dinini va islom falsafasini boshqa dinlar bilan adashtirib qo'yishyapti. Boshqa dinlarda qanaqa Xudo olamni yaratib qo'ygan, olamni yaratar ekan ma'lum bir qonuniyatlar bilan yaratgan. Bu qonuniyatlar, masalan, yerni tortish qonuni, o'sha barcha o'sha fizik qonunlar bilan dunyoni yaratib qo'ygan va mana shu yaratishdan keyin ba'zi e'tiqodlarda, ba'zi qarashlarda Xudo hech narsaga ta'sir ko'rsatmaydi, yaratib qo'ygan bo'ldi. Va ba'zi qarashlarida Xudo qachon xohlasa mana shu qonuniyatlarni o'zgartiradi, iroda qilsa o'zgartiradi. Va islomda ham shunaqa deb tushunib qolishyapti. Islomda unaqa emas. Islom falsafasida va 90% musulmonlar e'tiqod qiladigan aqidada dunyo bir marta yaratib qo'yilmagan, dunyo onma-on, moment yaratilib turiladi. Ya'ni men hozir gapirayotgan bo'lsam, onma-on yaratilib turibman. Mana mikrofon onma-on yaratilib turibdi. Yulduzlar, o't olanlar, koinot, hayvonlar, barcha narsalar eng kichik zarradan boshlab onma-on, moment yaratilib turibdi. Buni sodda misol bilan tushuntiradigan bo'lsam, agar o'sha eski kinoteatrlarga borganlar bo'lsa, plyonkani qo'yib berishadi va plyonka nimadan iborat? Rasmlar birlashmasidan iborat.
va o'sha plyonkani tez aylantirsangiz, u videoga aylanadi. Bu jarayonni, prosesni bilmay turib shunchaki kino ko'rgan odam, ha bu video ekanda deb o'ylab qoladi. Aslida u kadrlarni tez aylantirish, kadrlar birlashmasi. Va islom falsafasida va islom aqidasida olamni Xudo kadrma-kadr, mana shunaqa onma-on, moment yaratib turadi. Buni ilmiy quvvatlovchi narsalar bormi desa, bor. Masalan, kvant fizikasida kvant sakrash degan narsa bor. Kvant sakrash nima? Eng kichik zarra bo'lgan, eng kichik zarralarga, atomlardan ham kichik zarralarga boradigan bo'lsangiz, elektron bir masofadan ikkinchi masofaga o'tib turadi doim. Va bu masofani o'tishi, masofani bosib o'tmaydi elektron. Bir joydan yo'qolib, ikkinchi joyda paydo bo'lib qoladi, sakraydi. Va mana shu paydo bo'lishda, bir joydan ikkinchi joyda sakrab paydo bo'lishdagi vaqtni eng kichik vaqt deb olinadi. Planck vaqti deb olinadi. Va islom falsafasida mana shu eng kichik vaqtda olam qayta-qayta yaraladi. Shu sakrashida qayta-qayta yaralayotgan bo'ladi. Va duoni qanday ta'siri bo'ladi bu yerda desa, va o'sha yaratilishda qonuniyatlarni ham, odatlarni ham yaratadi. Faqat bizni yaratib qo'ymaydi. Odatlarni ham yaratadi. Odatlar nima degani? Masalan, olmani doim yerga tashlasam yerga tushadi. Mana mikrofonni hozir ko'tarib turib tashlasam doim yerga tushadi. 1000 yil oldin ham olmani tashlasam tushar edi. 1000 yildan keyin ham tushadi o'sha olma. Buni odatulloh deyiladi yoki sunnatulloh deyiladi. Buni biz ilm fanda o'rganib turib fizik qonunlar, qonuniyatlar deymiz. Ilm fan mana shu odatullohlarni, sunnatullohlarni, ya'ni olamdagi qonuniyatlarni, doimiy bir xil takrorlanib turadigan qonuniyatlarni o'rganadi va buni fizik jarayon deydi. Va mana shu fizik jarayonga duo ta'sir qiladimi desa, bizni tushunchamizda, bizni e'tiqodimizda ta'sir qiladi. Qanday ta'sir qiladi desa, yana kvant fizikasiga qaytadigan bo'lsak, o'sha kvant sakrashda g'aroyib narsa, hodisa, jarayon sodir bo'ladi. O'sha sakrashga qaraydigan bo'lsa, ong qaraydigan bo'lsa, holat o'zgaradi. O'sha sakrashi o'zgaradi. Qoladi, joyida qoladi va o'zgaradi. Ong ta'sir qiladi. Va bizni tushunchamizda insonlar chiqib duo qilgan paytida, agar Alloh xohlasa, yomg'ir yog'diradigan bo'lsa, eng kichik zarrada boshlab ta'sir qildirib yomg'ir yog'dirishi mumkin. Ha, buni xohlasa qiladi. Ya'ni Alloh iroda qilsa qiladi. Butun dunyodagi insonlar chiqib turib istisqo namozi o'qib duo qilsa, Alloh xohlamasa, iroda qilmasa, duoni ijobat qilmasa, yomg'ir yog'dirmasligi mumkin. Yoki bir kishi chiqib turib duo qiladigan bo'lsa, yomg'ir yog'dirishi mumkin. Mana shu narsaga musulmonlar ishonadi, e'tiqod qiladi. Endi bu ishonchga, bu e'tiqodga ustidan kulib istizoli kulish bu noto'g'ri narsa deb bilaman. Keyin buni qarshi argument sifatida ba'zi argumentlar berildi. O'shanda bir kishi chiqib turib aytdiki, mana biz meteorologlarimiz va yomg'ir yog'diryapmiz, shamollarni harakatiga ta'sirlar o'tkazyapmiz. Biz yomg'ir yog'diryapmiz-ku deyilyapti. Bu yerda yomg'irni siz yog'dirmayapsiz. Yomg'irni siz yaratmayapsiz. Buni shunday misol bilan tushuntirsa bo'ladi. Men hozir ChatGPTda yoki biron bir AIda kod yozadigan bo'lsam, men noldan yaratib qo'ymayapman. Men kod yozadigan bo'lsam, telefonni men ishlab chiqmadim. Internetni men ixtiro qilmadim. Masalan, ChatGPTda kod yozadigan bo'lsam, ChatGPTni men ixtiro qilmadim. Telefonlar yaratilgan qonuniyatda, internet yaratilgan qonuniyatda, ChatGPT yaratilgan qonuniyatni ichida kod yozyapman. Bu yaratish emas. U yaratish bilan bu yaratish farqi bor. Buni falsafani tushungan odam tushunadi. Bizda falsafani ko'pchilik tushunmagani uchun bu yerda xatolik bo'lyapti. Agar siz men yomg'ir yog'diryapman, yomg'irni yarata olaman-ku, Xudoni ishtirokisiz yarata olaman-ku deydigan bo'lsangiz, bu olamda emas, bu qonuniyatlarni ichida emas. Siz butun boshqa
bu olamdan chiqib ketasiz, boshqa olam yaratasiz o'zingiz, fizik qonuniyatlari bilan yaratasiz. O'sha yerda yomg'ir yog'dirsangiz, ha, yomg'ir yog'dira olarkanlar desak, o'sha yerda to'g'ri bo'ladi. Bo'lmasam bu argumentingiz o'tmaydi. Siz nima qilsangiz ham, yomg'ir yog'dirasizmi, shamol qildirasizmi, Xudoning qonuniyatlari ichida qilyapsiz. Ulardan tashqariga chiqib ketmayapsiz. Endi keyingi argumentlari, Aristotelni metrologiya degan kitobi bor. O'shani ko'tarib olib, mana Aristotel Xudoga nisbat bermaganda buni fizik jarayonlar degan, buni Xudoga aloqasi yo'q degan. Biz mana shuni qabul qilmaydigan bo'lsak, mana shunga ishonmaydigan bo'lsak, ilm fanda orqada qolib ketamiz. Mana shunaqa qarashimiz kerak. Bo'lmasam, ilm fanda orqada qolamiz degan iddaoni qilyaptilar. Bu iddaoni xatoligi shu. Aristotelni falsafasini tushunmaganlar, Aristotelni tushunmagan. Aristotel u gapni aytar ekan, ilm fanda rivojlanib ketamiz, mana shunaqa qarasak deb aytmagan. Biz bu kanalda falsafa videolari qilib boryapmiz. Bekorga qilmayapmiz buni shu narsalarni. Mana shu xatolikka borib qolmasin odamlar deb qilyapmiz bu videolarni. Videolarni qilish maqsadimiz nima? Mana Talesni videosini qildik, Anaximandrosni videosini qildik va keyingi filosoflarni ham xudo xolisa vaqti kelganida Aristotelni falsafasini ham videolarini qilamiz, odamlarga asarlarni o'qib sharhlab beramiz. Bu videolarni qilishimizdan maqsad shu edi. Falsafani noto'g'ri tushunadi odamlar, noto'g'ri talqin qilinadi. Filosoflar bir fikrni aytar ekan, bir qarashda bo'lar ekan, ularni atrof muhitlaridagi qarashlar, ularni dinlari, e'tiqodlari, atrofidagi insonlarning e'tiqodlari va yashash sharoitlari o'sha fikrlariga ta'sir qilgan Yunon filosoflarini fikrlariga, Platonga bo'lsin, Sokratga bo'lsin, Aristotelga bo'lsin, Yunon mifologiyasi va Yunon dini ta'sir ko'rsatgan deb mana Talesda ham, Anaximandrosda ham shu narsalarni ko'rsatib beryapmiz. Eng naturalist, materialist filosoflar Talesda ham, Anaximandrosda ham bu mifologiyalarni, dinni ta'siri borligini shu videolarimizda asarlaridan kelib chiqib o'qib ko'rsatib beryapmiz. Aristotelni bu fikrida Yunondagi Xudoga qarashni ta'siri bor. Ya'ni ularga raddiya sifatida o'sha narsalarni yozgan. Buni ilm fanni rivojlanib qolishi uchun yozmagan Aristotel. Aristotelni boshqa asarlarini o'qish kerak, o'rganish kerak. O'shanda bilib olinadi. Keyin bu qarashda bo'lmasak, biz orqada qolar ekanmiz deyish ham xato. Bu falsafani, ilm fanni va ilm fanni tarixini bilmaslikdan kelib chiqadi. Sababi 2300 yil oldin bitta savol beriladi qarshi argument sifatida. 2300 yil oldin Aristotel bu narsani yozgan ekan. Buni musulmon filosoflar ham o'qidi, g'arb falsafachilari ham o'qidi, hatto xristianlikka Aristotelning falsafasini juda kuchli ta'siri bor. Katolik xristianlik Aristotelning falsafasini o'ziga qabul qilgan. Va endi savol turadi. To Galileolar chiqquncha, to barometrlar ijod qilinguncha nimaga metrologiya fani rivojlanmadi? Nimaga biz rivojlanmadik ilm fanda? Qachonki Galileolar chiqib turib, shuni bilmas ekanlar. Galileolar, barometrni ijod qilayotganlar, Bekenlar, Jon Loklar, ya'ni hozir siz ilm fan qilyapsiz-ku. Siz qilayotgan ilm fan nima asosida rivojlandi, nima uchun rivojlandi degan narsaga Aristotelni fizikasiga, o'sha 4 modda nazariyasidagi fizikasiga qarshi chiqqani uchun Galileolar, Aristotel fizikasi tarafdorlari bilan Koperniklar, Galileolar tortishgani uchun qarshi chiqib turib, uni skolastik falsafani antisini qurgani uchun hozir ilm fan rivojlangan. Qachonki barometrlar va teleskoplar ijod qilingandan keyin metrologiya rivojlandi. Siz shuni tushunmayapsiz. Siz bizni mana shu qarashda qolishimiz kerak, mana Aristotelning qarashi deyotganingizda bizni 2300 yil orqaga tortyapsiz. Siz bu yerda bizni g'or davriga qarab tortib ketyapsiz.
tushunmayotgan joyingiz shu. Falsafani tushunmaganingizdan. Skolastik falsafa nima, empirik falsafa nima bahslar bo'lgan, Galileolar nima uchun qarshi kurashgan, Koperniklar nima uchun qarshi kurashgan, Koperniklar, Galileolar qarshi kurashgan narsasi Aristotelni fizik qarashlari, olamga qarashlari edi. Ilm fanni bo'g'ib qo'ygan narsa o'sha edi. O'shanga qarshi argument sifatida qurildi bu narsalar. Nyutonlar va boshqalar ilm fan qilar ekan, Aristotelni falsafasiga qarshi chiqib qoladi. Biz Aristotelni falsafasiga, fizikasiga qachon qarshi chiqqanimizda rivojlandik. Hozir siz buni ko'rsatishingiz ma'lum bir ma'noda ahmoqlik hisoblanadi. Bizni orqaga tortyapsiz, unga ishontirar ekansiz, bizni orqaga tortyapsiz. Bu narsalarni, bir narsani argument sifatida olim kishi bir narsani argument sifatida ko'rsatar ekan, buni yaxshilab o'rganishi kerak deb bilaman. Bunaqa xatoliklarga bormasligi kerak deb bilaman. Keyingi videolarimizda, falsafaga oid videolarimizda buni batafsil kengroq tushuntirib o'tamiz. Yaxshiyamki o'sha siz aytayotgan fikrlarda emasmizki, ilm fanimiz rivojlanib ketyapti. Doimo o'qib, o'rganib, falsafaga qiziqing deb qolamiz. Bir kishi olim bo'ldi degani hamma narsani biladi degani emas. Ba'zi paytda olimlikdan kelib chiqqan kibr johillikka sabab bo'lishi mumkin. O'ylaymanki, bizni pozitsiyamiz tushunarli bo'ldi. Ya'ni biz hech kimni e'tiqodi bilan ishimiz yo'q. Shunchaki million musulmonlarni ustidan, e'tiqodini ustidan, hissiyotlarini ustidan kulishiga qarshiligimizni va o'zimizni ilmiy pozitsiyamizni tushuntirdik va bu tushunildi degan umiddaman. Shu bilan bahs munozaralar to'xtaydi degan umiddaman. Agar kimnidir qarshi argumenti bo'ladigan bo'lsa, bemalol fikrlarni kommentida yozishi mumkin yoki video javob sifatida qilishi mumkin. O'ylaymanki, video mazmunli bo'ldi, falsafadan ham, islom falsafasidan ham ozgina tushunchaga ega bo'ldingiz degan umiddaman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.